Sharqiy Berlindan qochish. Film sahnalari real voqealarga asoslangan. Ikki Germaniya birlashuvidan bir kun oldin. Birinchi qism. Salom. Vaqtimiz yo'q. Men g'arbga qochmoqchiman. Sherik bo'lasanmi? Pastroq gapir. Nimalar deyapsan, Martin? Miyangdan chiqarib tashla bunday ahmoqona o'ylarni. Bu xom xayolning oxiri nima bo'lishini bilasan? Qamoq, qiynoq, o'lim. Hozircha Klaus, hozir qamoqda emasmizmi? Har tarafimiz beton devor, hatto shift ham. Orzularimizgacha nazoratdamiz. Qachon osmonni ko'rganimni ham eslolmayman, chunki boshimiz pastga egilgan. Bu hayot, Martin. Biz shunday yashashga o'rgandik. G'arbda ham osmon boshqacha emas. Sening rejang, bolalik orzusi. Bularchi, ular havo sharida uchib, mashina bo'shliqlariga berkinib, tunnellar qazib yoki boshqacha qochishganida bu ishlarni uddalab bo'lmas deyishganmi? Qara, ular qanchalik baxtli. Adashasan. Bu yerda osmon ham boshqacha. Chunki odamlar yuqoriga qaray oladi. Qo'lga tushsang-chi, unda nima bo'ladi? Tushmasam-chi? Bu ehtimol ham yo'q emas-ku. Niyating seni yo'q qiladi. Vatan xoiniga chiqasan. Meni qo'limdan kelmaydi. O'zing qochaver. Bu haqida sen bilan gaplashmadik. Qo'rqoq. Bitta o'zim bo'lsam ham bu tuzumdan qochib ketaman. Jin ursin hammasini. Germaniya ikki jahon urushini boshdan kechirgan tarix. Lekin qisqa muddatda Yevropaning iqtisodiy va siyosiy ustuniga aylana olgan mamlakat. Qudratli avtomobil sanoati, Germaniyada ishlab chiqarilgan brendi, qal'alar saltanati, tartib, adolat, ijtimoiy himoya timsoliga aylangan davlat, bepul oliy ta'lim va butun dunyodan oqib keluvchi migratsiya markazi. Bu faqat sizlar izohlarda minglab marta so'ragan mamlakat emas. O'zim ham 2 yildan beri tayyorlashni xohlab yurgan mavzularimdan biri. 2 qismli hujjatli filmlarimiz orqali Germaniya haqida batafsil gapirishga ulgurmasak-da, ko'proq va foydaliroq ma'lumotlarni bo'lishga harakat qilamiz. Xullas, sizlarni oilaviy mazza qilib tomosha qilish mumkin bo'lgan ko'rsatuv kutyapti. O'ylaymizki, videoga yoqtirmani bosib, izohlarda faol bo'lib, keyingi dasturlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysiz. Agar tugmachalarni bosib qo'ygan bo'lsangiz, subyektivchilar, yaxshilab joylashib oling. Bizning Germaniya hikoyamiz boshlandi. Bu Germaniyaga sayohat haqidagi ko'rsatuv emas. Urushdan yengilgan bu davlat qanday qilib qisqa vaqtda hayotini o'nglab oldi-yu, g'olib Sovet ittifoqi parchalanib ketdi. Biz davlat va fuqaro sifatida Olmoniyaning qaysi ijobiy jihatlarini o'zlashtirishimiz va tarixning qanday xatolaridan xulosa chiqarishimiz kerak. Va albatta Germaniyaga to'g'ri migratsiya, o'qish va ishga borish yo'llari hamda u yerda qanday qilib muvaffaqiyatga erishish mumkinligini ochib berish umididamiz. Biz vaqtingizni qadrlaymiz. Uni foydali daqiqalarga sarflashingiz uchun subyektiv katta mehnat qilgan. Sizdan faqatgina diqqat bilan tomosha qilishni so'raymiz xolos. Aytgancha, Germaniyada shaxsiy ma'lumotlar va shaxsiy chegaralar qat'iy himoyalanadi. Shuning uchun insonlarni yoki aniq biror shaxsni ruxsatsiz tasvirga olish taqiqlanadi. Shu sababli kadrlarda imkon qadar ehtiyot bo'lganmiz. Germaniyaga borsangiz, ushbu Datenschutz qonuniga qat'iy amal qiling. Javobgarligi juda og'ir bo'lishi mumkin. Just a little bit of loving. What more can I do right now? 'Cause I'm going to Louisiana. If you put your hand, I won't stop trying to get you out of my command. Biz zamonaviy nemis estradasidan bexabar bo'lishimiz mumkin. Lekin klassik bastakorlar Mozart, Bach, Beethoven, Mendelssohnlarning musiqalarini hayotida bir marta bo'lsa ham eshitmagan odam oramizda bo'lmasa kerak. Bugungi ko'rsatuvda mana shu klassik ijodkorlarning musiqalaridan fon sifatida foydalanamiz. Bu mavzuni ko'rsatuvni esa
sizlarga yaqinroq qiladi. Hozir aytadiganlarim sizlarga ham qiziq bo'lishi mumkin. O'zimda ham mavzuni o'rganish davomida turli savollar tug'ilgan edi. Bu yerni Germaniya deymi yoki Olmoniya? Unda nega o'zlarini Deutsch deb biladigan bu yerlik tub aholini biz nemislar deymiz? Qiziq savollar. Gap shundaki, olmon so'zi fransuzcha Alamaniyadan kelib chiqqan bo'lib, qadimda fransuzlar bu yerliklarni xuddi shunday atagan. Nemis so'zi esa ruscha nemoy, ya'ni begona, boshqa tilli degan so'zdan kelib chiqqan. Qadimda ruslar istalgan o'zlari tushunmaydigan boshqa millatlarni xuddi shunday atagan va bu atama faqatgina nemislargagina keyinchalik saqlanib qolgan. Xullas qanaqasiga foydalanmaylik, barchasi chet tildan o'zlashma so'zlar ekan. Shunaqa gaplar. Nemis tili Yevropada eng ko'p gaplashiladigan til. To'g'ri, ko'lamiga ko'ra ingliz tili dunyoda birinchi o'rinda. Ispan tili ham qamrovi bo'yicha dunyo yetakchilaridan. Lekin aynan Markaziy Yevropa davlatlari, Germaniya, Avstriya, Shveysariya, Liechtenstein, Lyuksemburg, Italiyaning shimoliy qismlari, Belgiyaning sharqiy hududlarida nemis tilini bilgan odamning oshig'i olchi desak bo'laveradi. Bu davlatlarda ingliz tilidan ko'ra ko'proq nemischa ahamiyatliroq. Ispan tili esa qo'llanilmaydi. Biz o'zbeklar o'rganishi uchun nemis tili o'rta darajada qiyin, lekin yozuvlari ham alohida o'rganiladigan yapon, xitoy, koreys tillaridan osonroq bo'lsa kerak. O'zi biznikilar istalgan tilni o'zlashtira olish qobiliyatlari borligini isbotlab bo'lishgan. Menimcha bu unchalik qiyin ish emas. Ayniqsa mana bu manzaralarni har kun ko'rib yashash, mana bu kompaniyalarda ishlash va mana bu yurtdoshlarimizdek bo'lishga harakat qilish uchun o'rganishga arziydigan til. Nima dedingiz? Anchadan beri menga motivatsiya yetishmayotgandi. Germaniyaga kelganimdan keyin uyga qaytib albatta nemis tilini o'rganishga qaror qildim. Bu til Yevropaning markaziy davlatlarida bemalol gaplashib yursa bo'ladigan til. Bu menga shu davlatlarda ishlarimni hal qilib yurish, o'qish yoki ishga kirish imkoniyatini beradi. Bu tilni o'rganishda esa Blitz nemis tili markazini tanladim. Bu markaz faqat til o'rgatmaydi. Germaniya orzusida yurganlar uchun o'qish yoki ishga joylashish yo'l yo'riqlariga ham yordam beradi. Maslahatlar, kitoblar, offlaynga qo'shimcha onlayn darslar ham tekin. Blitz faqat Toshkentda emas, Farg'ona, Samarqandda ham bor. Andijondagi filialiga qabul boshlab qo'ygan. Quyidagi izohlarda markazning kontaktlarini qoldiramiz. Siz esa Blitz bilan Germaniya orzularingizga erishing. Ikkinchi jahon urushidan keyin butunlay vayron bo'lgan mamlakat. 60 milliondan ortiq aholi ishsiz, ularning har 3-chisi uysiz va kelajakka ishonchsiz. Bu davlat qisqa vaqtda o'z iqtisodiy mo'jizasini yaratib, dunyoning 3-boy davlatiga aylanishini hech kim xayoliga ham keltira olmasdi. O'sha paytlar egasiz qolgan, o'z taqdirini o'zi hal qila olmaydigan Germaniyaning keyingi hukmi boshqalar ixtiyorida qoldi. Potsdam, dunyoning yangi geosiyosiy hayoti Berlindan uncha uzoq bo'lmagan mana shu mo'jaz shahardagi birgina kelishuv ortidan o'zgarib ketdi. Urush tugaganidan 2 oy o'tib, g'olib ittifoqchilar Yevropaning keyingi yarim asrlik tarixini belgilashdi. Sobiq ittifoq AQSh va Buyuk Britaniya davlat rahbarlari qatnashgan Potsdam konferensiyasida Germaniya va Berlin shahri 4 ta hududga bo'lib olindi. Shu bilan Potsdam bitimi Germaniya ustidan g'alabadan keyingi Yevropa xaritasini qayta chizgan. Bir vaqtning o'zida sovuq urush boshlanishining ramziga aylangan kelishuv ham edi. Keyinchalik AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya sektorlari birlashib, ulardan Federal Germaniya Respublikasi, sobiq ittifoq qo'llovidagi sharqiy davlatdan Germaniya Demokratik Respublikasi tashkil topdi. SSSR GDRni Sovet viloyati qilib o'ziga qo'shib olmadi. Qaytanga uni alohida kommunistik davlat sifatida saqlash orqali butun dunyoga qarang, sotsializm nafaqat bizda, balki Yevropaning o'rtasida ham qurilmoqda degan propaganda urushida yuta olardi. Boshqa tomondan bu xalqaro huquqni buzish ham hisoblanardi. Shuning uchun Moskva hech qachon bu ishga qo'l urmadi. GDR mustaqil davlat deyilsa-da, lekin amalda SSSRning vassal davlatlaridan biri edi. Mudofaasi ham, razvedkasi ham, iqtisodiyoti ham Moskvaga bog'liq bo'lgan. Potsdam saroylari, bu yerdagi madaniy merosning saqlab qolinishida ham siyosiy sabab bor aslida. GDR hukumatı bundan ustalik bilan propaganda vositasi sifatida foydalangan. Ya'ni haqiqiy nemis madaniyati bizda, G'arbda esa faqat kapitalizm degan ma'noni ko'rsatish uchun. Urushdan keyin har ikki tarafda zavodlar vayron, inflyatsiya yuqori, ishsizlik kuchli, oziq-ovqat tanqis, iqtisodiy tizim izdan chiqqan. G'arbda AQSh moliyaviy qo'llovidagi Marshall yordami bilan bozor iqtisodiyotiga o'tildi. Xususiy mulk va raqobat yuzaga keldi. Texnologik investitsiyalar va eksportga yo'naltirilgan sanoat yo'lga qo'yildi. Sovet modeli ostidagi Sharqiy Germaniyada esa davlat Moskvaning qosh qovog'iga qaragan rejali iqtisodda qoldi. Innovatsiya past, mehnatga layoqatli aholi, vrachlar, muhandis, olim, malakali ishchilar g'arbga qochishga tushishdi.
Bular ham kamdek 1950-yilda qo'rqinchli, xuddi KGB kabi Shtazi xizmati tashkil etildi. Sharqiy Germaniyaning qora soyasi sifatida eslanadigan bu maxfiy politsiya qisqa vaqt ichida Yevropadagi eng dahshatli maxsus xizmatga aylandi. Uning vazifasi o'z xalqiga shubha ko'zi bilan qarash, har bir nafasni nazorat qilish, insonlarni bir-biriga qarshi qayrashdan iborat edi. Shtazi jismoniy jazodan ko'ra ruhiy sindirishni ustun qo'yardi. Qo'shningiz, do'stingiz, hatto turmush o'rtog'ingizni ham yashirin kuzatuvchiga aylantirishardi. Millionlagan nemislarning xatlari ochilar, telefonlari tinglanar, uylari, ishxonalari, hatto bolalar bog'chasigacha josuslarga to'lib ketdi. Ular orasida inson hayoti emas, faqat dushman va shubha bor edi. Odamlarni hibsga olish, tuhmat, uysiz qoldirish, ishdan bo'shatish, oiladan ajratish Shtazi uchun oddiy hol. Jinoyat ochishga isbot shart emas, shubha kifoya edi. Berlin dunyoning shpionaj markaziga aylandi. Shtazi o'sha davrlarda yashagan butun bir avlodning ruhini sindirgan tizim. Himoya emas, qo'rquv ustiga qurilgan imperiya edi. Hatto Dresden arxivida Rossiyaning bugungi prezidenti Vladimir Putin rasmi va ism sharifi tushirilgan Shtazi guvohnomasi ham topilgan. Bu ma'lumot 2018-yillarda jahon matbuotida keng yoyilgan. Putin 80-yillarda GDRning Dresden shahrida SSSRning Davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB ofitseri sifatida faoliyat yuritgan. O'sha paytlarda KGB va Shtazi G'arbiy Germaniya bilan NATOga qarshi razvedka, agentlar jalb qilish, axborot yig'ish ishlarini birgalikda olib borishgan. Putin ham bu jarayonda ishtirok etgani ochiq manbalarda keltiriladi. Guvohnoma unga Drezdendagi Shtazi idoralariga erkin kirish huquqini bergan. G'arbiy Germaniya ham Sharqiy Germaniya va SSSRni tinglash uchun ulkan baza qurdi. Bugun Berlin yaqinidagi xarobalarga aylangan Teufelsberg bazasi uzoq yillar AQShning Berlin osmonidagi eng katta qulog'i edi. Bu yerda kunutun sharqdagi ovozlar, shifrli signallar, GDR va Shtazining nafasini ham eshitishardi. Sharqda keksalar uchun pensiya bor, bolalar uchun bepul ta'lim yo'lga qo'yilgan. Bir qarashda yashash yomonmaslik. Biroq o'rta avlod uchun ishsizlik boshlangan. Hamma narsa Moskvaga tashib ketilgan. Natijada 1950-1961-yillarda GDR iqtisodiyoti FRGdan keskin ortda qola boshladi. Sharqiy Germaniya nimadir qilmasa bo'lmaydi. Bularga barham berish uchun qabul qilingan qaror esa dahshatli edi. – 1961-yil avgust oyining hech narsadan xabarsiz yana bir kechasi. Odamlar odatdagidek tuni uyqusida. O'sha oqshom Berlin ko'chalarida minglab harbiylar shovqinsiz, ogohlantirishsiz temir simlar tortishni boshladi. Beton bloklar bilan shaharni ikkiga bo'lib qo'yishdi. Berlin devori odamlarga shunchaki to'siq bo'lgan emas. U bilan millat, oila, ish, hayot, orzu, yo'l, hatto metro poyezdlarining bekatlari ham bo'lindi. O'sha kechadan boshlab har bir xonadonda ikkiga bo'lingan tarix yozila boshladi. Devor sharqliklarning orzu maqsadlariga jismoniy to'siq bo'la oldi xolos. Ular tomonidan har kuni FRGga qochish rejalari tuzilardi. Eng puxtalaridan eng ahmoqonalarigacha sinab ko'rilardi. Omadi kelganlar uddasidan chiqardi. Eplolmaganlar yo otilardi yoki qo'lga tushganlarni xoin sifatidagi dahshatli qiynoqlar kutardi. Hatto Streltsik va Vetsellar oilasi 1979-yilda bir havo sharida bir necha marta urinishlardan keyin chegaradan uchib o'tishga erishdi. Bu tarixdagi ishonib bo'lmas, hayratlanarli, dramatik qochish edi. Oilalar Shtazi shubhalanib qolmasligi uchun yarim yil davomida turli do'konlardan kam-kam mato sotib olishadi va o'z orzu havo sharini yaratishadi. Ular haqida turli filmlar ham suratga olingan. G'arb esa o'z hududiga o'tayotgan millionlab qochqin nemislarni quchoq ochib qabul qildi. Chunki FRG konstitutsiyasida ikki Germaniyaning birlashuvi avvaldan yozilgan edi. Yashirin tunnellar qazib qochishda ko'ngilli g'arbliklar sharqiy berlinliklarga yordam berishdi. Bu esa qolganlarni ham ilhomlantirar, turli yangi rejalar tuzishga undar edi. Devor qurilishi ortidan shahar infratuzilmasi ham ikkiga bo'lindi. Odamlarning g'arbga qaragan uy derazalaridan tortib kanalizatsiya quvurlarigacha yopib tashlandi. Berlin metrosi tarixida haqiqatdan ham murakkab vaziyat yuzaga kelgan.
Sharqdan g'arbga barcha metro harakatlari to'xtagan. GDRdan o'tadigan FRG metro poyezdlari esa Sharqiy Berlin bekatlarida to'xtamay harakatlangan. Aniqrog'i, ularning to'xtashiga GDR harbiylari yo'l qo'ymagan. Oqibatda foydalanilmayotgan bu bekatlar qurolli harbiylar kuzatuvidagi arvoh stansiyalarga aylandi. Ularning keyingi taqdiri noma'lum edi. Metroning Friedrichstrasse bekati esa o'ziga xos aeroportga o'xshardi. Diplomatlar, sayyohlar FRGdan GDRga aynan shu yerdan o'tardi. Lekin sharqliklar uchun g'arbga o'tish deyarli imkonsiz bo'lgan. Bugun oddiy metro bekati sifatida ishlayotgan Friedrichstrasse 1989-yilgacha ikki Germaniya o'rtasidagi qat'iy nazorat punkti bo'lgan. Xuddi aeroportlardagidek. Mana bu panjaralar esa yaqin 36 yilgacha yopiq edi. Bugun esa ular tarixni eslatib turuvchi va qayta yopilmaydigan eksponat qilib qoldirilgan. Ikki Germaniya o'rtasidagi farqlar faqatgina sanoatlashuv, aholi daromadi va fikrlashida emas, hattoki shaharning ikki xil yoritilishidan ham ajralib turgan. NASAning 2012-yilgi kosmosdan olgan suratlarida Sharqiy Berlin sariq va G'arbiy Berlin oq chiroqlardan foydalangani yaqqol ko'rinadi. Berlin devori yonidan turib shahardagi turli darajadagi hayot farqlarini sanab bersak, tasavvurlaringiz yana ham oydinlashadi. G'arbda odamlar dasturxonida banan, apelsin, shokolad bo'lgan. Sharqliklar uchun banan kamyob tovar edi. Lekin o'sha davrlarda GDRga borgan yurtdoshlarimiz u yerlarda do'konlar to'la bo'lganini eslashadi. Bundan kelib chiqadiki, bizning rastalarda tanlov imkoniyati hatto qoloq GDRdan ham anchagina kam bo'lgan. Shunday bo'lsa-da, biz o'zimizni o'sha davrlarda baxtli ekanligimizga ishontirilganmiz. G'arbda demokratiya, adolatli saylovlar, matbuot erkinligi, Sharqda Shtazi maxfiy politsiyasi. G'arb tomondagi devorda graffiti, musiqa, erkinlik shiorlari. Sharq tomonda esa hech qanday rasm chizish, g'arb musiqasi va kitoblaridan foydalanish mumkin emas. Devor yaqinida minalashtirilgan hudud va otish buyrug'i bor edi. U hattoki keksalar, bolalar bo'lsa ham. G'arbda insonlar ozod sayohat qila olardi. Sharqda faqat SSSR blogida sayohat qilish mumkin edi. Shu bois Bolgariyaga borish katta ekzotika hisoblangan. GDRda hatto qo'g'irchoqlar mafkuraviy senzuradan o'tardi. U yerda Barbie qo'g'irchog'i bo'lmagan. Chunki Barbie g'arb mahsuloti, kapitalizm ramzi hisoblangan. Barbie'dagi lyuks kiyimlar va aksessuarlar bolalarni ko'proq orzu qilishga o'rgatishi mumkin edi. Ammo Sharq nemis bolalari ham qo'g'irchoq o'ynashni istashardi. Shuning uchun 1966-yilda GDR o'z qo'g'irchog'ini ishlab chiqardi. Qat'iy rejimli siyosat hatto qo'g'irchoqlarda ham aks etib, avvaliga Sibyl, keyinroq Sony qo'g'irchoqlari sotsialistik ma'naviyatga moslashtirildi. Ular ishchi qiz obrazida tayyorlandi. Chunki maqsad bolalarni burjua xayollardan asrash, o'rniga mehnatkash idealini berish edi. Sotsializm suratlarida odamlar doim baxtiyor, baxtli qilib ko'rsatilgan va ortiqcha orzu-havasga berilib ketmasliklari uchun ular suratlarda oddiy ishchi kiyimida tasvirlangan. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligiga siz baho berasiz. G'arbda odamlar Mercedes, BMW, Volkswagen kabi mashinalarni tanlab minayotgan bir vaqtda Sharqiy Germaniya aholisi kartonga o'xshagan mototsikl motorli, juda baland ovoz va achchiq tutun chiqaradigan Trabant avtomashinalarni minishardi. Uni mashina emas, katta oilaviy mototsikl deb hazil ta'riflashgan. GDRdan qochish rejalari orasida bu ulovning ishtiroki ham anchagina faol bo'lgan. Odamlar u bilan shlagbaumlarni buzib, rulda egilib yoki yukxonasiga yo'lovchi bekitib, muvaffaqiyatli qochishlarni amalga oshirishgan. Hamma narsa Moskvaga tashib ketilgani ortidan GDRda metall, alyuminiy va yoqilg'i resurslari kamayib ketgan edi. Shu sabab Trabining kuzovi ham plastmassaga o'xshash duraplast materialidan ishlangan. To'g'risi ishonmagandim. Rostdan ham plastmassa ekan. Hozir bu materialdan nima tayyorlanadi bilasizmi? Unitaz qopqog'i.
Bu mashinalarning yurishi ham o'zgacha bo'lgan. Buni sizlarga qanday ko'rsatsam deb turgan joyimda yonimizdan Trabeler karvoni o'tib qoldi. Bugun ular turizm yo'nalishida xizmat qiladi. Hatto rastalarda Berlin ramzi sifatida ham sotiladi. Trabantlar harakatlanganini butun Berlin ovozi va tutunidan biladi. Siz ham bir mazza qiling. Uning yagona afzalligi arzonligida bo'lgan. Ha, u qimmat bo'lmagan. Oddiy giderlik ishchi Trabantni sotib ola olgan. Ammo muammo unga bo'lgan navbatda edi. Trabiga to'lov qilgan xaridor navbatini 10 yillab kutgan. Bolasi chaqaloqligida to'lov qilganlar farzandi 2-3 sinfga yetganda mashinali bo'lishardi. Bu 80-yillar Toshkenti. Bunisi esa xuddi o'sha davrdagi Sharqiy Berlin. Juda o'xshash. GDR hukumati tarixiy arxitekturani saqlab qolishdan ko'ra sovetcha sotsialistik yo'nalishdagi yirik beton binolar, Plattenbaularni qurishni ma'qul ko'rdi. G'arb esa Berlinni modern uslubida qayta qurdi. Berlindagi ayrim mavzelar haligacha Yevropa haqidagi tasavvurlaringizni o'zgartirib yuborishi aniq. Germaniyaliklar Berlin Germaniya emas deyshadi. Chunki hozirgi Berlin ham Germaniyaning boshqa shaharlariga o'xshamaydi. Masalan, Myunxen, Frankfurt, Stuttgart iqtisodiy markazlar. U yerlarda hatto korporatsiyalar, avtomobil zavodlari, moliyaviy markazlar joylashgan. Berlin esa siyosiy va madaniy poytaxt, lekin iqtisodiy jihatdan unchalik kuchli emas. Qisqa aytganda, Berlin Germaniyaning bir qismi, lekin u mamlakatning to'liq qiyofasini ifodalamaydi. Bunga ko'rsatuv davomida boshqa shaharlarga borganimizda o'zingiz ham guvoh bo'lasiz. Siyosiy boshqaruv bir millatni fikrlashdan hatto tashqi ko'rinishigacha o'zgartirib yuborishi mumkin. Buni o'tgan safar Koreyaga borib tayyorlagan filmimizda Janubiy va Shimoliy Koreya koreyaslari misolida dalillar bilan asoslab bergandik. Sharqiy va G'arbiy Germaniyaning tub aholisi ham bir millat, asosan nemislar edi. Xuddi Koreyadek bu yerda ham bir millatli davlat sotsializm va kapitalizm ostida ikki qutbga bo'linib ketdi. Bu takrorlardan iborat tarixmi, taqdir hazilimi, bilmadim. Shu ikki o'xshash davlatchilikni o'zaro taqqoslagim va sizlar bilan ham fikrlashkim keldi. Xo'sh, bu yerda ham farqlar ikki Koreyadek edimi? GDR va Shimoliy Koreya sotsialistik, bir partiya hukmronligidagi davlatlar. FRG va Janubiy Koreya esa kapitalistik tizimga asoslangan AQSh va G'arb bilan yaqin aloqada edi. Shimoliy Koreyada ham, Sharqiy Germaniyada ham chegaradan kapitalizm tomon qochishga urinishlar ko'p bo'lgan. Aksincha holatlar esa kuzatilmagan. Qizig'i, lekin shunday bo'lsa-da, ikkiga bo'lingan Germaniya hamda Koreya hayotini butunlay bir xil deb bo'lmaydi. Chunki GDR sanoat jihatidan ancha rivojlangan. Germaniyaning sharqiy qismi oldindanoq zavod fabrikalarga boy edi. Shuning uchun u hech qachon Shimoliy Koreya darajasida qattiq qashshoq bo'lib qolmagan. 1980-yillarda FRG iqtisodiyoti GDRnikidan 3 baravar katta edi. Bugungi Janubiy Koreya iqtisodiyoti esa Shimoliydan bir necha 10 baravar kuchliroq. Demak, Germaniyadagi farq katta bo'lsa-da, u mutlaq uzilish emasdi. Koreyada esa uzilish chuqur va keskin. GDRda maoshlar FRGdan pastroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Biroq ko'pchilik uchun uy-joy, ta'lim, tibbiy xizmat kafolatlangan edi. Shimoliy Koreya esa iqtisodiy jihatdan Janubiyga nisbatan mutlaq qolayotgan, aholi turmush darajasi orasida ulkan farq bor. Germaniya xalqi bir millat sifatida qolgan. Til, madaniyat, urf-odatda farq yo'q edi. Shu sababli ular qayta birlasha oldi. Koreya yarimorolida esa siyosiy tizimlar va iqtisodiy farq shunchalik chuqurki, birlashish masalasi hanuz juda murakkab. Qisqasi, o'xshashliklar bor, lekin Koreya misolida farqlar ancha keskin. Germaniya tajribasini umid namunasi deb olish mumkin, ammo uni Koreyaga to'liq ko'chirib bo'lmaydi. Bu davlatlarga borib, filmlar tayyorlab, sizlarga taqdim qila olayotganimiz esa subyektiv uchun ham katta sharaf va mas'uliyat. Bu ma'lumotlaringni boshimga uramanmi? Qani Germaniyani Markaziy Osiyo bilan ham solishtirchi deb o'tirgandirsiz, a? Mayli, siz aytgancha bo'la qolsin. 1948-yildan boshlab AQSh G'arbiy Germaniyaga milliardlab dollar moliyaviy yordam berdi. Bu faqat pul emas, balki yangi texnologiyalar, zamonaviy boshqaruv, sanoatni qayta tiklash dasturi edi. Bombardimonlar ko'p shaharlarni vayron qilgan bo'lsa-da, ko'plab muhandislar, ilmiy kadrlar, ishlab chiqarish bilimlari yo'qolmagan edi. Pul islohoti o'tkazilib, marka qaytadan joriy qilindi. Narx nazorati olib tashlanib, erkin bozor mexanizmlari ishga tushirildi. Natijada ishlab chiqarish keskin oshib, Germaniya iqtisodiy mo'jizasi boshlandi.
Nemislarning mehnatsevarligi, intizomi, texnik tafakkuri tiklanishga asos bo'ldi. Davlatchilikda esa kuchli qonunlar, uning oldida hamma tengligi, jazolovchi emas, himoya qiluvchi tizim fuqarolarning qonunlarga ishonch va hurmatini oshirdi. Nega Markaziy Osiyoda bunday bo'lmadi? Sobiq Sovet ittifoqi hududida resurslar markazlashtirilib, faqat Moskvaga tashildi. Ammo qayta adolatli taqsimlanmadi. Mustaqil industrial sakrashga ham imkoniyat berilmadi. Markaziy Osiyo agrar hudud sifatida shakllantirildi. Og'ir sanoat Rossiya, Ukraina, Belarus hududida rivojlantirildi. Malakali muhandislar, olimlar ko'p hollarda Moskva va Leningradda qolardi. Rejali iqtisodiyot qattiq nazoratda edi. Erkin bozor yo'qligi sababli tashabbuskorlik sust bo'ldi. Tadbirkorlik madaniyati shakllanmadi. Odamlar faqat eng zo'r davlatda yashayotganligiga ishontirildi. Bu propaganda ta'sirini afsuski hozirgacha ham sezamiz. Hatto u davrni ko'rmaganlar ham maqtab yurishadi. SSSRdan Markaziy Osiyoga nepotizm va tanish-bilishchilik degan katta meros ham qoldi. Xuddi shunday tuzum keng imkoniyatlari bo'lgan Sharqiy Germaniyani kasod bo'lar darajagacha olib kelganda cheklangan Markaziy Osiyoga yo'l bo'lsin. Germaniya bugungi muvaffaqiyatiga aholining madaniyatidan ham ko'ra kuchli qonunchilik, korrupsiyani yo'qotish va hammani qonun oldida tenglashtirish bilan erisha oldi. Birgina korrupsiya reytingida bugungi Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi mana bu farq yuqoridagi fikrlarga oddiy bir misol. 1989-yil 9-noyabr. 28 yil oldin abadiy deb qurilgan Berlin devori juda kulgili va kutilmagan sabab bilan buziladigan kun. Sharqiy Germaniyada odamlar ishsizlikdan, senzuradan, erkinlik yo'qligidan charchagan. Har kuni yuzlab sharqiy nemislar Vengriya yoki Chexoslovakiya orqali g'arbga qochishardi. SSSRda ham iqtisodiy tanazzul, oziq-ovqat inqirozi, davlat xarajatlarining ko'payishi kuzatilayotgan davr. Ya'ni sobiq ittifoq parchalanib ketish arafasida o'zi bilan o'zi ovora. O'sha kuni kechqurun Berlin devorining taqdirini hal qilgan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. GDR Markaziy qo'mitasining matbuot kotibi Shabovskiy qatnashgan yig'ilishda uning oldiga yangi bir farmon matnini berishadi. Farmonda Sharqiy Germaniya fuqarolari endi ma'lum tartibda g'arbga chiqish uchun murojaat qilishi mumkinligi yozilgan edi. Shabovskiy hali o'zi tanishib chiqmagan hujjatni qisqagina e'lon qiladi. Jurnalistlardan biri bu yangi qoidalar qachondan kuchga kirishini so'raydi. Shabovskiy esa tasodifan "Tushunishimcha hoziroq, kechiktirmasdan" deb tarixni o'zgartiradigan javobni beradi. Also doch, ständige Ausländer können alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Bu voqelik televizion efirda jonli uzatildi. Odamlar demak devor ochildi deb tushunishdi va minglab sharqiy berlinliklar tungi soat 10larda 28 yillik ayriliq devoriga qarab yugurishdi. Chegarada askarlar ham ularga to'sqinlik qilmadi, chunki ularga ham yuqoridan hech qanday buyruq berilmagandi. Chegarachilar nima qilishini bilmay shlagbaumni ochib berishdi. Bir kunda qurilgan devor hech qanday urushsiz, bir og'iz aytilgan siyosiy xato va xalqning irodasi bilan yana bir kunda buzilib, ikki Germaniya yagona davlatga aylandi. Bundan hech qancha vaqt o'tmay GDR ham, Shtazi ham tugatilib, FRG konstitutsiyasidagi birlashuv amalga oshdi. Endi hech qanday qochish rejasiga hojat yo'q. Endi hatto o'z soyangdan shubhalanadigan davrlar ortda qoldi. Bu yog'i ozodlik va do'stlik. Devor qulagandan keyin g'arbliklar sharqlik millatdoshlariga banan va bolalarga Barbie qo'g'irchoqlarini sovg'a qilishdi. Sobiq GDRdagi zerikarli panel uylaridan to'ygan Sharqiy Berlin aholisi ommaviy tarzda g'arbiy qismdagi zamonaviy uylarga ko'cha boshladi. Birlashgan, ya'ni bugungi geografik Germaniya va mustaqil O'zbekiston tarix sahnasiga deyarli bir paytda chiqdi. Tom ma'noda bugungi Germaniya biz bilan teng. O'zbekiston davlatchilikni qayta tikladi. Germaniya esa davlatini birlashtirdi. Har ikki xalq uchun ham 1990-yillar yangi davr boshlanishi bo'ldi.
Koreya haqidagi ko'rsatuvimizda prezident yashaydigan saroyga kira olganimiz haqida gapirgan bo'lsam, bugungi Germaniya Federativ Respublikasidagi vaziyat bundan ham qiziqroq. Gap federal prezident yashaydigan Belvyu qarorgohi haqida emas. U yerda 2 yil oldin bo'lgan odam sifatida ishonch bilan ayta olamanki, siz uchun qiziq biror narsa yo'q. Lekin hozirgi videodan hayron qolishingiz aniq. O'rtoqlar, hech zamonda hukumat rahbari ko'p qavatli uyda yashaganini ko'rganmisizlar? Shu to'g'ridagi apelsin rangli uyda 4-qavatida Germaniyaning sobiq kansleri Angela Merkel xonim turmush o'rtog'i bilan yashashi aytiladi. Va bu yerda hech qanday qo'riqchilar emas, mana shu politsiya mashinasi va 2 nafar politsiya xodimi navbatchilik bilan shunchaki kuzatib o'tiradi va ko'p qavatlining shunday tagida qaranglar, ta'mirlash ishlari ketyapti. Hech qanaqa ortiqcha dabdaba bozliklarsiz. Odatdagi uylardan farq qilmaydi. Hatto shundoqqina uyning yonidan metro o'tib ketadi. Ko'rishinglar mumkin, hech kim o'ylamaydi bu yoqda kansler yashaydi deb. Hech kim xayoliga ham kelmaydi. Hatto ishonib ham bo'lmaydi. Shu yerda kansler yashaydi desa, yo'q deyishadi ko'pchilik. Hatto o'zim ishonmaganman, lekin bunga ishoralar bor. Uyning kirish qo'ng'irog'i va pochta qutisiga kanslerning turmush o'rtog'i doktor Zauerning ismi yozilgan. Mamlakatni 16 yil boshqargan, Yevropadagi eng kuchli ayollardan biri bo'lgan Angela Merkelning oddiy hayoti siyosatdagi eng kuchli PR-lardan biri edi. U katta saroy yoki qarorgohlarda yashamasdan, oddiy do'kondan xarid qilib, oddiy jamoat transportida harakatlangan. Bu uni xalqqa yaqin qilib ko'rsatgan. Matbuotda mana bu uy uning dala hovlisi, ya'ni dachasi ekanligi aytiladi. Ishonish qiyin. Endi bunga qarang. Germaniya parlamenti binosi ustiga nega shaffof gumbaz o'rnatilgan deb o'ylaysiz? Odamlar deputatlarning qanday ishlayotganini ko'rib turishlari uchun. Almaniya parlamenti Bundestag gumbazi xalq uchun ochiq. Istalgan odam ushbu Reichstag binosi ustiga bemalol chiqib, deputatlar xalq uchun qanday qarorlar qabul qilishyapti, majlislarda uxlab qolishmayaptimi, hammasini kuzatishlari mumkin. Tasavvur qilishingiz uchun bu bizning Oliy Majlis binomiz ustidagi gumbazdek gap. Kirish lekin biz ham bu imkoniyatni qo'ldan boy bermadik. Oldinroq ro'yxatdan o'tib, kirish ruxsatnomasini olib, ichkarida xalq vakillari, deputatlarni yuqoridan turib kuzatdim. Shaffof gumbazga chiqib ancha hovurim bosildi. Ruhiy tomondan juda ajoyib o'ylangan g'oya ekan. O'zimni haqiqatda ma'lum daqiqalarga parlamentdan ustun his qildim. Bu shaffof oyna, shaffof gumbaz ostida parlament sessiyalari bo'lib o'tadi. Hozir ichkarida ko'rish mumkin, yoshlar o'tiribdi. Menimcha yoshlar fraksiyalari qanaqadir fraksiya a'zolari qandaydir yig'ilish o'tkazishyapti. Bundan tashqari sessiyaga bemalol bevosita kirib, sayyoh sifatida qatnashish mumkin. Biz bu imkoniyatdan foydalanmadik, chunki bu yerdan chiqib ketishimiz kerak hozir. Lekin qoyil. 1945-yilda Sovet askarlari ustida bayroq qadagan bino. Shunday tarixiy ahamiyati katta Bundestag bugun shaffoflik va demokratiya ramziga aylangan. To'g'rimizda Brandenburg darvozasi, uning qarshisidagi sayilgoh bo'ylab yurib, mana bu haybatli binoni ko'rib qoldik. Bu Rossiyaning Germaniyadagi elchixonasi binosi va uning peshtoqida sobiq ittifoq gerbi hali ham turibdi. Undan ham e'tiborimizni tortgani esa mana bu holat bo'ldi. Rossiyalik marhum muxolifat Aleksey Navalniy xotirasiga shunday norozilik burchagini tashkil qilishgan germaniyaliklar va faqat bu emas. Bu tarafda undan ham kattaroq maydon bor va bu Ukrainadagi urush uchun norozilik aks ettirilgan. Qrim bu Ukraina, Donetsk bu Ukraina, Lugansk bu Ukraina, Zaporojye bu Ukraina, Xerson bu Ukraina va oxirida Rossiyaning tinchligiga ishonmang deb yozib qo'yishgan ekan. Bu tomonida esa Ukrainadagi urush bilan bog'liq Rossiyaning jinoyatlari aks etgan statistika
O'ldirilgan tinch aholining soni va yana nemis tilida juda ko'plab ma'lumotlar qoldirilgan va bu yerliklar shu tarzda Rossiyaga noroziligini bildiryapti. Shaharlarda tirbandliklarni kamaytirish uchun odamlar mashinalardan voz kechish kerak deymiz. Lekin bu faqat jamoat transportini rivojlantirish bilan hal bo'lib qolmaydi. Bunga qo'shimcha yana bitta masala bor, infratuzilma. Biz joylashgan Daha Berlindan biroz tashqarida joylashgan, to'g'rimizda poyezd metro bekati bor. Bu yerliklar mana shu hududgacha avtomashinalarda kelishadi. Mana shu keng avtoturargohlarda tekinga bir kun bir hafta farqi yo'q, ularni qoldirishadi va to'g'ri jamoat transportiga chiqib ketishadi. Bundan tashqari velosipedda keladiganlar ham mana bu veloturargohlarda tekinga istalgancha ularni qoldirib, ular ham jamoat transportiga chiqib ketishadi. Mana bu haqiqiy infratuzilma, mana bu haqiqiy qulaylik. Shaharlar markazida esa yo'llar imkon qadar mashinalar yurishi uchun qiyinlashtirilgan. Avtobus va velosiped harakatlanishiga ko'proq ustunlik berilgan. Berlinning qoq markazida joy juda katta muammo, lekin veloturargohlar uchun topiladi. Deyarli barcha avtoturargohlar pulli, lekin bu avtonoqulayliklardan oldin yo'lovchilar bemalol yurishlari uchun barcha transport infratuzilmasi qilib berilgan. O'zingiz rozi bo'lib mashinangizdan voz kechasiz va jon deb jamoat transportida yurasiz. Germaniya soliqlari yuqori bo'lgan davlatlar qatorida dunyoda 10-15-o'rinlar orasida. Lekin dunyoning eng ijtimoiy himoyasi kuchli davlatlardan. Ha, bu yerda soliqlar juda baland. Odamlar esa qonun qoidalariga so'zsiz itoat qilishadi. Chunki ular soliq va boshqa ijtimoiy to'lovlari o'zlarining hayoti qulayligiga xizmat qilishiga, qonunlar esa hamma uchun birdek ishlashiga ishonishadi. Berlin esa Yevropaning eng yashil poytaxtlaridan biri. Bu yerda har bir xonadondan deyarli 200 metr radiusda bog'lar, daraxtzorlar yoki saylgohlar bor. Yuqorida Berlin Germaniya emas degan fikrlarni aytgandik. Qani poytaxtdan chiqaylikchi? Haqiqiy Olmoniya bizni yana nimalari bilan hayron qoldirmoqchi? Ijara uyimizni top-toza qildik. Shuna qilib egasiga topshirdik. O'zlarini ko'rmagan bo'lsak ham sovg'a qoldiramiz. Chiroqni o'chiramiz. Va Frankfurtga qarab yo'l olamiz. Frankfurt, Germaniyaning moliyaviy poytaxti. Ham tarix, ham megapolisli zamonaviy dunyoni bag'riga sig'dira olgan yirik shahar. Mayn daryosi qirg'og'ida qurilgani va Manhattenga o'xshagani uchun uni xalq tilida Manhattan ham deyishadi. Germaniyaga kelib avtobanlar, ya'ni biz bilgan avtomagistrallar haqida gapirmaslik eng katta xato bo'ladi. Nemis avtobanlarining odatiy magistrallardan farqi uning tezlik cheklovlari yo'qligida. Shaxsan o'zim tezlik shaydosi emasman, lekin qonunan ruxsat etilgan adrenalinni shuncha kelib nega his qilmasligim kerak ekan? Volkswagen Passat. Ketdingmi, Xamajon? Bu ishni faqat Germaniyadagina qilishingiz mumkin. Chunki bu yerda tezlik cheklanmagan.
Avtobanlar yuqori yuklamaga moslangan 2 va 3 qatlamli mustahkamlikka ega, qish-yoz haroratlariga chidamli. Ular shunchalik ko'pki, jami magistrallarni bir chiziqqa qo'ysak, uzunligi Germaniya chegaralarini 3,5 marta aylanib chiqishga yoki yer shari ekvatorining 1/3 qismigacha borishga yetadi. Ularga to'g'ridan-to'g'ri piyoda, velosiped yoki traktor kira olmaydi. Keskin burilishlar deyarli yo'q. Nishabligi ham 4-5% dan oshmaydi. Yon hududlarga chiqib ketish, qayrilib kelish masofalarigacha o'ylangan. Unchalik darajada uzoq emas. Asosiy yo'nalishga qo'shilib olishda esa harakatlar bir-biriga xalal bermaydi. Masalan, bizning mana bu ko'priklardagi qo'shilib olishlarga o'xshab. Har safar asosiy yo'nalishga kirishda yurak hovuchlab chiqamiz, to'g'rimi? Yo'lga deyarli to'g'ri burchak ostida jonimizni tavakkal qilib qo'shilib olamiz. Va albatta asosiy yo'nalishda orqadan kelayotgan haydovchilarga xavfli holat yaratamiz. Nega shularni qurishda xavfsiz, parallel qo'shilib ketish yo'llarini qilishmaganini o'ylab doim siqilib qolaman. Mayli, berilib ketdim. Avtobanlarga qaytamiz. Germaniyada haydovchilik guvohnomasini olish jarayoni juda qiyin va qimmat. Sifatli avtobanlar va malakali haydovchilar tandemi yo'ldagi transport hodisalari sonini ham keskin qisqartirgan. Cheksiz tezlik bo'lsa ham bu magistrallardagi xavfsizlik darajasi juda yuqori. O'limlar soni Rossiyadan 5 baravarga, AQShdan esa 3 baravarga kamroq. Avtobanlarning hamma yog'ida ham tezlik cheklanmagan emas. Butun Germaniya magistrallarining 3/1 qismidagina shunday yurishingiz mumkin. Shunda ham soatiga 130 km-gacha yurish tavsiya qilinadi. Qolgan hududlarda 80, 100, 120 km/soat tezlik cheklovlari bor. Avtobanlar Germaniya muhandisligi, madaniyati va tartibining ramzi hisoblanadi. Nemislar ham bu bilan faxrlanishadi. Avtobanda tirbandlikka tushib qoldik, qaranglar. To'g'rida o'ng tarafdagilar o'ngroq olgan, chap tarafdagilar chaproq olgan. Bu o'rtadan keladigan favqulodda maxsus xizmat mashinalarini tezroq o'tkazib yuborish uchun ongli ravishda haydovchilar ikki yonga ochilar ekan, istalgan mashina o'sha xizmat mashinalari o'tib ketish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Mana ko'rsatsangiz bo'ladi, xonajon. Bu holat esa bir tarafdan germaniyaliklarning haydovchilik saviyasida bo'lsa, boshqa tomondan qonuniy talab ham. Hop, tez yordam kelyapti. Ana ekan. Ha, o'tib ketdi. Tez yordam yoki mana politsiya xodimlari o'tgan, mana shuni ham katta jarimasi. Yo'l bermay qolsangiz, masalan, hozir ovozini eshitdimmi? Men chapga tirashim kerak mashinani. Agar shu ishni qilmasam 150 yevro va 1 ball keladi. 1 ball. Bu arzimaydi-da. 150 yevro pul. Yana siz 1 ball oldingiz. Sizda ball bormi hozir? Menda yo'q. Yo'q. Sizni mashinangizni boshqa birov haydab nima qilsa-chi? Uni yuzi tushadi-ku rasmga. Ishonchnoma yo'q-ku bu yerda. Masalan, xohlagan odamga mashinani berib yuboraman. Xohlasam berib yuboraman bugun sizga. Shtrafni o'zingiz to'laysiz. Bitta xavfi bor, masalan, agar yo'l transport hodisalari amalga oshirilsa, sug'urta qimmatlab ketadi, juda qimmatlab ketadi. Chunki siz xavflilik darajangiz oshgani uchun. Men yuraveradi. Voy, mana, men yo'l beraman. Mana ko'ringlar mana. Farqi yo'q, qizil yonadimi, sariq yonadimi? Yo'l bermadim. U meni to'xtatasligi mumkin, lekin ratsiyadan boshqasiga beradi, keladi yonimga bittasi. U ketish kerak biron joyga, u bittasiga berib yuboradi boshqa patrul xodimiga. U kelib men bilan gaplashadi keyin. Mana hozir biz yo'l beramiz. To'xtashimiz kerak. Mana hozir mashina o'tib ketish kerak. Biz sekinlashamiz, yo'l beramiz. 70 bor kamida, 70-80 tezlikda ketyapti kamida. Tez yordamida? Tez yordam o'tib ketdi. Oldinlari Germaniyada uyli bo'lish qiyin. Odamlari uy ola olmas ekan degan gaplarni ko'p eshitardik. Aslida esa germaniyaliklar bitta joyga bog'lanib qolishni istashmaydi. Ular xohlagan paytda ishini o'zgartirishi, uzoq muddatli sayohatga chiqib ketishi, hayotini boshqa joylarda davom ettirishlari mumkin. Shuning uchun o'z shaxsiy uylari borlari ham xonadonlarni ijaraga berib, o'zlari ham ijarada yashashni ma'qul ko'rishadi. Ijarachilar ham uy egasi istagan paytda chiqarib yuborilmaydi. Huquqlari kuchli yuridik himoyaga ega bo'lib, ularni uydan haydash qiyin va qimmat. Shuning uchun ko'pchilik xonadon xaridiga shoshilmaydi. Uy olgandan ko'ra ijarada yashash iqtisodiy foydaliroq. O'zi bu ijara tizimi tartibga solingan istalgan davlatda kuzatiladigan holat. Ijaradagi sarsongarchiliklarni boshdan kechirgan, tizim tartibga solinmagan davlatlarda uyga egalik hissi ancha ko'proq bo'ladi. Shuning uchun Germaniya yoki shunga o'xshash boshqa davlatlarda uyli bo'lmaslik yaxshi yoki yomon holat emas. Mamlakat iqtisodiy ijtimoiy modelini qanday tanlaganida deyish mumkin. Agar uy xarid qilish shu darajada qiyin bo'lganida, hatto o'zbekistonliklar ham bu yerlarga kelib uy sotib ola olgan bo'lisharmidi?
Ko'rsatuvimizning Germaniyaga to'g'ri ketish yo'nalishlari haqidagi ikkinchi qismida uy egalari ham bu haqda yana ham batafsilroq gapirib berishadi. Tez kunlarda tayyor bo'ladigan keyingi qismni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Shunda sizga xabar keladi. Yoki mana bu telegramimizga obuna bo'lib qo'ying, zarar qilmaydi. Menimcha buni ko'pchilik bilsa ham kerak, Skandinaviya davlatlarida chiqarilgan ideologiya Yevropaga zo'r ta'sir qilgan. Ya'ni Skandinaviya, o'sha Finlandiya, Norvegiya va Shvetsiyadagi xalqlar birlashib har qanaqa jamiyatni rivojlantirish uchun boyga bo'lgan nafrat tushishi kerak-da. Ya'ni boy va kambag'al bir-biridan farq qilmasa jamiyat yurish turishida rivojlanish va islohot qilish osonroq o'tadi. Va ular buni tushunib, o'sha radio, gazeta, kitoblar, teatrlar orqali boylik bilan maqtanish bu intellekt qoloqlik degan nazariyani ilgari surishgan va bunga erishishgan. Kimdir masalan tillasini chiqarib soatim 20 ekan 12 bo'ldi desa, narigi odam o'ylashiga qaraganda bu shunchalik ojiz odamki, bu temir taqasi bilan meni oldimda kibrlanyapti. Va shu zo'r ta'sir qilgan va zo'r ishlab ketgan. Shu uchun bu mana bu eskizdan yalan ko'rsa, mana yangi nemislarning zaniyasini qaranglar mana. Umuman minimalizm, mana akfa debman. Oddiy oyna, pardasi bor, ba'zida parda ham yo'q. Lekin mana buni qarang, jim-jimador, tillachi suvchalar, bu inson faktorida. Keyin yana boshqa tarafi ham bor. Inson boylikka to'yingandan keyin sekin oddiylik, halovat istab qoladi. Bu qaytish yana. Qaytish. Kitob o'qiganlar maqtansin, kashfiyot bilan maqtansin, biz qarsak chalaylik. Yevro remont degan gaplar qayerdan chiqyapti? Bari eng katta shoklarimdan biri o'sha ijaraga olgan uyimizga kirib kelganman. Birinchi fikr shu bo'lgan. Kirdim, nemetskiy uy. Oppo devorlar-da. Xotinimga qarab, qani yevro remont? A bizga yevro remont qanaqa o'rgatilgan? Jim-jimador, lepkalar, aboylarni, italyanskiy, o deyishgan. Biz butun umr yevro remontga pul bergan ekanmiz. Kelsak, oppo. Aytaman, qani lepkalar? Lepka yo'q. Qaraman, oppo, hamma joy standart. Keyin yana o'zingiz bo'yavasingiz bo'ladi. O'sha bo'yaydiganlar shu Osiyoda kelganlar bo'yashadi deb hisoblayapti. Mana shu nemislarga borganmiz. O'sha oppo qanday bo'lsa, endi kartinka eladi, dekoratsiya nimadir elishi mumkin, lekin devor rangini kamdan-kam bo'yashadi. Menimcha rang ham o'zi charchatsa kerak. Toshkentga bordim-ku, menga g'ayritabiiy ko'rindi keyin. Kiryapman, adam moyimlar ular remont qilishganda, "Vo" deyapman-da, ani boylarni uyiga kelib qolganda ham. Ani aboylar zo'r deb qarayapman, ani qimmat qilingan, atachentolar qilingan o'sha qimmat narsa-yu o'sha ham. Men aytdim, "Vo, pulimiz ko'p ekan" deyapman-da. Men ham shunda yashaganman, bilinmagan. Chiqib, mana shu oppo devorlar ichida yashab, ko'proq oddiylik bosib o'rgandan keyin ba'zi narsalar o'sha keyin qanaqa qabul qilmay qolar ekansiz o'zi. Germaniyaliklar haqida gap ketganda ularni qiynab keladigan lyuks muammolar haqida ham gapirishimiz kerak. O'zi muammo bo'lsa, uning ham tabaqasi bormi deyishingiz mumkin. Bu atama asosiy ehtiyojlar qondirilgandan keyingina paydo bo'ladigan tashvishlarni anglatadi. Masalan, insonda uy, ish, ovqat, xavfsizlik muammosi yo'q bo'lsa, u endi qahva organikmi yoki oddiymi? Velosiped yo'laklari yetarlimi? Shahardagi shovqin darajasi qay tarzda kamaytirilishi kerak? Ana uzoqdagi bir davlatning Orol dengizi qurib ketyapti. Ularni qanday qutqarish mumkin kabi masalalar ustida bosh qotira boshlaydi. Germaniyada ish haqi, ijtimoiy kafolatlar va davlat xizmatlari yaxshi tashkil etilgan. Non topish uchun kun-tun ovora bo'lish shart emas. Demak, odamlar hayot sifatiga e'tibor qaratishadi. Ular yaxshini yanada yaxshiroq qilishga intilgani uchun ortiqchaga o'xshagan muammolarni ham jiddiy qabul qiladi. Urushlar va krizislardan keyin ular tushungan. Katta fojialarni oldini olish uchun maydadek ko'ringan muammolarni ham vaqtida hal qilish kerak. Lyuks muammolar bu boyib ketgan insonlarning bekorchilik tashvishlari emas. Aksincha, bu rivojlangan mamlakat belgisi. Chunki asosiy muammolar hal bo'lgan joydagina odamlar shahar dizayni, velosiped yo'laklari, atrof muhit yoki axloqiy tanlovlar haqida jiddiy bahs yuritishi mumkin. Biz ham bugun shahardagi havo iflosligi, daraxt kesilishiga befarq emasligimiz, supermarketlardan organik sabzavot yoki kimyoviy qo'shimchalarsiz parhez mahsulot qidirishimiz, ko'chalarda piyodalar va velo yo'laklarning bor yo'qligini muhokama qilayotganimiz kichik lyuks muammolarning boshlanishi aslida. Bu jamiyatning bir bosqich yuqoriga ko'tarilayotgani belgisi. Chunki odamlar endi faqat omon qolish haqida emas, balki hayot sifatini yaxshilash haqida o'ylayapti. Ana ferma, точно. O'zingizning fermani? Ana pastda ferma edi. Olasizlar, intervyuga gaplashib ko'rsak bo'ladi. Yo'q demasaga. Zo'r bo'ladi. Men gaplashib ko'raman, tarjima qilib turaman.
qo'ldan kelgancha baraman. Zo'r bo'ladi. Voy, вообще zo'r ekan-ku. Ha, mana. Mahallaning ichida otxona. Endi bu уже plan qilib ochilgan uylar-da mana. Уже ferma bo'lgan, shahar o'rtasida ferma turibdi. Zo'r. zo'r, ha. Qilsam bo'ladimi? Bemalol bo'lar ekan. 19-asrgacha Germaniya hali butunlay sanoatlashmagan, asosan agrar davlat bo'lgan. Industrial rivojlanishni boshlaganda ham dehqonlar va fermerlar davlat siyosatining muhim qismi bo'lib qoldi. Shu tufayli Germaniyada sanoat va agrar sohalar qarama-qarshi emas, balki bir-birini quvvatlovchi tizim bo'lib rivojlandi. Bu yerda fermer ham muhandis darajasida fikrlaydi va avloddan avlodga o'tuvchi fermerlikni kasbiy iftixor deb biladilar. Bular ana nemislar kichik mulozamat juda yaxshi ko'rishadi, ko'rdingiz? Rahmat deb qo'yganiga ham xursand, men ham xursand. Mana kartoshka sifra kaufen sotish uchun kartoshkalar bor deb yozib qo'yishibdi. Hozir ko'ramiz. Bular ham katta ehtimol bilan shahar o'rtasida ot ferma turibdimi? 100% ehtimol bilan bular oilaviy biznes. Yani hozir bu bolasiga qoldiradi, keyin bolasi yana bolasiga. Bu biznes nimadan bo'lishi mumkin hozir? Ot biznesini ko'rdimi? Otlar. Ot sotadimi, olib sotadimi? Uni ma'lum so'rayman. Shunga qiziq edi-da. Gapirtiraylik. Mana siz aytgan narsangiz. Mana pulni tashlab olib ketasiz. Ha, xohlaganimcha pul tashiyman. Narx belgilanmagan. Mana yozib qo'yibdi pastki narxi. Kattasi 6 euro, o'rtanchasi 3 euro, kichkinasi 1,5 euro. Tanlaysiz. Endi bu yerda yaxshilari qolmabdi. Asosiy mana bitta yaxshi ekan. Mana kassa o'tirilgan. Endi buni kichkina olib ketmaslik uchun naqd qo'yishdi. O'zi qishloqlarda bo'lmaydi ham o'zi. Pulni tashab, bemalol keyin olg'a. Bu Hellow'dan qolganmi deymani? To'g'ri, o'sha Hellow'dan qolgan menimcha. Kartofel, kartoshka 2 kilogramm 4 euro. Endi men buni kelib ko'ring, ajoyibligini qarang. Birdan qadoqlab, shunday ochib ko'rsatib qo'yibdi. Hozir Behruz aka kelsa tushuntirarlar. Qanaqa olish mumkinligini. Bu yerda tuxum avtomatik ekan, tepada makaronniki. Kichik tadbirkorlik o'zlari ishlab chiqarar ekan. Bu yerda mana olma bor ekan, asal bor ekan, uy tuxumlari bor ekan. Bu yerda bankalari ekan. Bu yerda ham hand, qo'l mehnati bu. Bolalar. Hidli ekan bu. Moychechak deydimi, ramashka. O'shani hidi. Nima qilsa buni endi? Behruz aka? Labbay aka. Bu qo'l mehnati deb yozilgan-a? Ha, to'g'ri. Yuragim orqali qo'l mehnati degan ma'noda. Bu anaqa olmoqchi. Kompyuter sotmoqchi. Shuning uchun bemalol ana pulni olib, qo'yingizdan chiqaman. Puli ham yozilgan-ku menimcha o'ziga. Puli yozilmabdi, lekin qayerda yozilgan ekan puli? Nima deb yozilgan bu yoqqa? Instagramda ham bordingiz, mana Instagram orqali QR kodiga kirib 10 euro ekan mana puli mana yoqqa yozilibdi. Nima o'zi bu? Ichida moychechak. Hidi bor ekan-a? Men tushuna. Hidi zo'r ekan lekin. Maza qildim. Mana buni qildi-da, mana buni. Ramashka deydimi? Men qanaqadir giyohlik. Shu anti-stressga o'xshagan narsa bo'lsa kerak. Mana pullarni pastga tashlab ketasiz. Buni ichiga. Cho'chqachaning ichiga. Cho'chqa nemislarda boylik keltiruvchi ramzlardan biri. Bizda boshqa hayvonlar bo'lsa biladi. Cho'chqa. Kartoshkani ko'rdingiz-a? Bular endi zamonaviylashgan shakli ularni. Bu o'sha klassika. Bu zamonaviy varianti. Nimasi yaxshi? Yakshanba kuni ham topsa bo'ladi. O'zi odatda yakshanba kuni do'konlar yopiq-ku. Keyin buni nimasi yaxshi? Bular hammasi tabiiy, qo'shilmagan. Shuning uchun ham narxini qarang. 10 tasi 4,5 euro. Lekin do'konga kirsangiz 2,5-3 euroga olasiz. Fabrikanikini. Mana hammasi narxi bor. Pul tashladi, chiqdi oldi. Bu tarafda yana nimadirlar bor. Bu tarafda ham bu yerda ham olma, asal bor ekan mana. Bu shu yerdan chiqadi. Mana asal ham bor. Mana qanaqa ishlatilishi qo'yib qo'yilgan. Men makaronlarni ham o'zlari ishlab chiqarishadi, men kartoshkani ko'rib turibsiz. Bu mana shu fermerlar qiladi. Mana Festkochende kartoffel. Mana shu narsaga Germaniyada ko'pchilik adashadi. Festkochende bor-ku, juda ham sekin pishadigan kartoshka. Buni 5 soat qaynatsangiz ham formasi buzilmaydi. Shunda bu yaxshimi? Bu shunaqa maxsus sort. Anaqa
nima deydi, ezilib ketmaydi-da. Qattiq turadi. Pishirasi qiyin. Shunaqa sort bu o'zi. Chunki nemislarning oshxonasida kartoshka juda muhim. Muhim, Ha, bizda milliy taom. boshqa sabzavotlar muhim bo'lsa, bularda kartoshka. Har ikkinchi ovqatda kartoshka pyure, kartoshka nimadir, qovurilgan kartoshka, boshqacha kartoshka. Hozir bu shunchaki ochiladimi? Yo'q, shunchaki ochiladi. Bu ham avtomatmi? Ha, pul to'lanadi. Qanday pul to'lanadi? Xo'p, hozir ko'ramiz. 66. Mana bu yerdan 66 mancha beriladi. Ulanganmi? Bu yoqqa ulangan mana. Ha, ulangan ekan? Ha, ulangan orqada ko'rib. Mana 66 bu yerdan mana yozib qo'yibdi. B66. B66 61 uriladi. Yoqqanni olasiz, ketdi. Ha, bu 2 kilogramm qilib qo'yilgan, pulini to'laysiz, 2 kilogramm Chiqadi, olib olasiz. olasiz. O'sha mana shu joy chiq ochiladi, shuni olasiz, chiqib ketasiz. Bu deyarli hamma qishloq. Ha? Okay, danke sehr. Mach ich. Mamlakatning katta qismi hali ham hosildor yerlardan iborat. Germaniya nafaqat mashinasozlik, balki agroeksportda ham yetakchi. Yevropaning katta qismini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlaydi. Frankfurtdagi safarimiz ham qaridi. Endi navbat Myunxenga. Keting Muhammadjon. Frankfurtdagi ishlarimni yakunlab, endi Bavariya Myunxen tomon yo'l olamiz. U yerlardan ham siz uchun ataganlarimiz ko'p. Bu dunyoning temir yo'l tarmoqlari xaritasi. Yevropada qanchalik tig'iz bo'lsa, Osiyoda shunchalik tarqoq. Hindiston va Sharqiy Osiyoni hisobga olmaganda albatta. Yevropaning eng zich va eng faol temir yo'l tarmog'iga ega davlatlardan biri esa Germaniya. Uzunligi bo'yicha Yevropada top 3likda. Gavjumligi va zichligiga ko'ra birinchi o'rinda. Kuniga 20 mingdan ortiq poyezd harakatlanadi. Agar Germaniya temir yo'llarini ketma-ket yoysak, Berlin-Tokio masofasini 2 marta yoki yer meridianining 95%ni aylanib chiqishi mumkin. Bu ko'rsatkichlari bilan u Yevropada mutlaq rekordchi. AQSh avtomobillar davlati bo'lsa, Germaniya temir yo'l madaniyatli davlat. Germaniyaliklar esa Yevropadagi eng ko'p poyezdga chiqdim deyuvchi xalq. Shunday ko'rsatkichlariga qaramay, Germaniyada poyezdlar tez-tez kechikadi. Rasmiy ma'lumotlarda uzoq masofali poyezdlarning yarmidan ko'pi o'z vaqtida kelmasligi aytiladi. To'g'ri eshitdingiz. Nemischa hisob-kitobni dunyoga o'rnak qila olgan bu davlatda poyezdlarga umuman ishonib bo'lmaydi. Nemislar uchun bu oddiy hol. Ular rejalarini poyezdlar harakatiga qarab tuzishmaydi yoki zaxira vaqt bilan hisoblashadi. Mana sizga paradoks. Keling buning sabablarini ham sanab beraman. Germaniya temir yo'llari geografik jihatdan eng chigal va eng ko'p ulanadiganlardan biri. Ularning katta qismi 1970-80-yillarda qurilgan. Yo'llar, signalizatsiya tizimlari va stansiyalar ko'pincha ta'mirga muhtoj. Yo'llar ta'mirlanayotganda poyezdlar aylanma yo'ldan yuradi yoki to'xtab qoladi. Bir poyezd kechiksa, keyingilariga ham ta'sir qiladi. Domino effekti. Shu bois kichik kechikishlar ham katta tizimli muammoga aylanadi. Qattiq yomg'ir, shamol yoki texnik nosozliklar poyezdlarning o'z vaqtida kelishiga ta'sir qiladi. Men sizni yana bir narsa bilan lol qoldirmoqchiman. Germaniyaning 59 yevrolik oylik transport kartasi bilan butun Germaniya bo'ylab harakatlanishingiz mumkin. Afsuski, men bu haqda biroz kechroq bilib, anchagina pullarimni shaharlar aro qatnovlarda sarflab qo'ydim. Bu haqda aytishganida esa ishonmadim. Qanday qilib bunday arzon chipta evaziga 1 oy yurish mumkin? Poyezdlarda aniq joy raqamlari bo'ladi. Bu masala qanday hal qilinishi qiziq edi. Keyin bilsam, bu katta kurashlar maydoni ekan. To'g'ri, ba'zan bo'm-bo'sh vagonlarda istalgan joyda o'tirib ketaverasiz, lekin talabalar qatnaydigan kunga to'g'ri kelib qolsangiz, asablaringizni uyga tashlab chiqqaningiz ma'qulroq. Biz Frankfurt-Myunxen yo'nalishini mana shu oylik karta bilan bosib o'tishga harakat qildik. Bu yuqori tezlikli qimmat poyezdlarga amal qilmas ekan. Lekin tik turib bo'lsa ham manzilga yetib olish oddiy hol ekan. Qarasak hamma shunday qilyapti. Biz ham amallab Myunxenga yetib oldik. Nima bo'lganda ham butun davlatning shaharlar aro poyezdlari, shaharlardagi barcha jamoat transportlari uchun oyiga atigi 59 yevrolik narx bu shunchaki fantastika. Ramziy to'lovdek tuyuldi men uchun. Mana sizlarga ijtimoiy davlatning foydasi. Bavariyada men borishni xohlagan joy Neuschwanstein qasri edi va bu orzu amalga oshdi. Kutilmaganda yog'ib, bir pasda hamma yoqqa burkangan qor esa ertaknamo manzaraga
yanada romantik qiyofa qo'shib yubordi. Disneyning mashhur Uyqudagi go'zal multfilmidagi qasr dizayni aynan shundan ilhomlanib olingan va keyinchalik Disneylandning logotipiga ko'chirilgan. Bizning Magic City'miz esa Disneydan ilhomlanganini hisobga olsak, bu qasr bizga ham begona emas. Uni ayrimlar sohibjamol va maxluqning qasri ham deyishadi. Disney logotipi to'liq Neuschwansteinning nusxasi emas. Uning mukammallashtirilgan fantaziya natijasi aslida. Kelgunimizcha havo ochiq edi. Biz esa dron bilan mana bunday kadrlarni sizlar uchun olmoqchi edik, lekin kutilmaganda birinchi qor yog'ib, boshqacha go'zallik ustidan chiqdi. Sizningcha qaysi ko'proq go'zalligini izohlarda bildirib keting. Qani, kim ko'proq qaysi biriga ovoz berar ekan? Tog' etagida, har bir daryo bo'yida o'rta asrlarning shivir-shivirini saqlab qolgan saroylar ko'p. 25 mingdan ortiq qasr va qamalxonalari bor bo'lgan Germaniya qasrlar mamlakati ham deyiladi. Ularning har birini ko'rganda o'zingizni haybat, tarix va afsonalarda yashayotgandek his qilasiz. Avstriya Germaniya dovonida bitta xaroba uy ko'rib qoldik. Sizlarga ham ko'rsatay dedim. O'zimga ham qiziq bo'ldi. Ichkariga kirish. Shundoq tashlandi, xaroba, eshiklari ochilib yotgan ekan. Esinglarda bo'lsa, Koreyada ham xuddi shunaqa uyni ishlariga kirib ko'rsatgan edim, qanaqa bo'lishini. Bu tarixiy uyga o'xshayapti, hamma narsasi eskiroq. Qo'rqib ketmaydi. Qo'rqib ketmaydi. Muhammadjon chiqyapti. Muhammadjon anu kino olinadigan kadrlarga o'xshar ekan-a, xuddi atelyadan qo'yiladigan. Kino borsa bo'lar-ku, okey. Kino bo'lsa bo'lar. Voy, mana uni qog'ozlar xuddi atelya sindomda sochib tashlangandek. Mana bu yerda shlyapa yotibdi. Bu Muhammadjon, mana bu pech. Mana bu pech Xorazmda bilsangiz, xonning saroyi bor. Asfandiyor xonning saroyida xuddi shunaqa pech bor. Uni gidlar sayyohlarga nemis ustalari qilgan deb tushuntirib ketishadi. Hozir xuddi shuni ko'rib, o'sha esimga tushib ketdi birdan. Uni ko'rmaganman lekin. Ajoyib narsa ekan. Men birinchi qopdi deb o'yladim. Qopdi. Xullas, Asfandiyor xonning saroyiga kim borgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa kerak, buni. Xuddi mana shunaqa pech, hattoki mana nimalarigacha, kafelarigacha xuddi shunaqa. Sal endi o'zbekona naqshlar bilan bezatilgan u, lekin asosan to'g'ri ekan o'sha fikrlar. Mana bu yoqda hatto o'tirishgan ekan, qaranglar. Bunda pech yoqib qo'yib, ham atrofida o'rindiqlar qilishgan ekan. Xo'sh. Xatlar kelgan qachonlardir. Eski jurnallar. Mebellari ham eski. Xonani umuman teksturasi ham eski. Mana bu yoqda sinib. O'rgimchayning uyalari bo'lib, hamma yoqlar sinib eski uyat qaranglar. Endi ko'rsatuvdagi lirik chekinish deb qabul qilinglar buni. Shunchaki sizlarga ko'rsatgim keldi, o'zim ham qiziqib ko'rgim keldi. Ishlarini. Bu yana bitta xonasi ekan. Mana xuddi shunaqa pech qaranglar bu ham. Atrofi o'tiradigan joy qaranglar. Hop. Pechni yoqadigan joylari, bu yog'i koridor. To'g'rida zina tepaga chiqib ketadigan. Bu yerda ham shu ahvol. Chetlarini xuddi bunaqa qilib o'rindiq qilib qo'yishar ekan. Hamma xonada bor ekan deyarli. O'rindiqli joylari. Bu yoq oshxona ekan. Qaranglar, o'rindiqlar bu yoqda ham bor o'sha G shakldagi o'rindiqlar. Mana bu menimcha oshxona degani. Nemis tilini kim bilsa, balkim tasdiqlab qo'yar, xato bo'lsa to'g'rilab qo'yar nimaligini. Ana. Anchadan beri odam yashamagani, shundoq o'rgimchayning uyalari qalinlashib ketganidan bilsa bo'ladi. Shat. Uzr Muhammadjon. Chiqib qo'ydim endi. Mana qachon turibdi? Nimada qabrini hoji ekan. Bu esa
uyni tashqi tomondan ko'rinishi. Muhammadjon professional kameralari bilan ham ko'rsatadi montajda. Qaranglar, xuddi anavi qo'rqinchli filmlar olinadigan uylarga o'xshaydi kinolardagi. Mashina buzilib qoladi. Keyin to'xtaydi. Keyin eshikni taqillatadi. Boshida chiroyli bo'lib uy ko'rinadi. Chiroyli uy bo'lib ko'rinadi. Keyin bitta uxlabunda uyg'onishsa aslida xarob uy bo'ladi. Endi bizning mashinamiz buzilib qoladigan mashina emas, qaranglar turishini. Madiyor akamiz premium mashinalari bilan. Premium mashina va xaroba uy va subyektiv. Chotki, operator. Germaniyada bir shahardan boshqasiga borasizmi? Shaharlar ichida yurasizmi? Velosiped eng zo'r transport vositasi. Siz unga chiqishingiz bilan yo'llarda ustun pozitsiyada bo'lasiz. Sizni avaylashadi. Jamoat transportlarida velo uchun alohida joylar tashkil qilingan. Velosiped bilan birga transportlarga chiqish mutlaqo normal qabul qilinadi. Ham ekologik toza, ham sog'liqqa foyda. Signal chalish mumkin emas velosipedga o'tayotganda. Shtraf 50 yevro. Yo'q. Ha, yo'llarda bular ustun bo'ladi, velosiped ustun. Orqamdan qarang, probka ketyapti. Jim ketamiz. Bratan endi o'tib ketguncha. Chunki men buni 2 metr aylanib o'tishim kerak. 2 metr. 2 metr yonini. Ha, yonidan o'tganda 2 metr bo'lish kerak. Bo'lmasa uni qo'rqitib yuboraman. Shuning uchun men jim ketaveraman buni orqasidan endi. Hozir ancha yo'lgacha 2 metrlik farqi yo'q-ku. Farqi yo'q. Mana endi yo'l ochildi. Orqaga qarab olamiz. Ketdi mana obgonga boshqada mana orqamdagi mashinani ham ko'ring. Mana o'tdi. Mana aylanib o'tadi. Sababi uni qo'rqitib yuborishi mumkin. Shamoli bor va aniq savolda keladi. Imtihon savollarida ham bor. Bu belgilab bo'lingan. Biz ham o'zimiz joylashgan Mamendorf shaharchasidan 30 kilometr uzoqlikdagi Myunxenga shu transportda borishga qaror qildik. Faqat anavi 59 yevrolik chiptamiz bunga o'tmas ekan. Velo uchun alohida bir kunlik chipta sotib oldik. Aks holda istalgan joydan chiqib qoladigan tekshiruvchilar bu qoidabuzarligingiz uchun jarimaga tortishadi. Myunxenga ham keldik. Ana endi haqiqiy Germaniyani his qildiruvchi Myunxenning go'zalligini 360 kamerada velosipedda yurib sizlarga ko'rsatamiz.
Subyektivchilar, sizlar uchun tayyorlaganlarimizning endigina yarmini ko'rib bo'ldingiz. Hujjatli filmimizning bugungi qismida Germaniya haqidagi tasavvur va taassurotlaringizni uyg'otishga harakat qildik. Agar ko'rsatuvni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, siz eng zo'r muxlissiz. Buni izohlarda albatta bildirib keting. Keyingi ko'rsatuvimiz bundan-da qiziqarli va foydali bo'lishiga va'da beramiz. Shuning uchun sizlar bilan xayrlashmaymiz. Tez orada yana Germaniyada ko'rishamiz. Birinchi qism tugadi.